Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan suyuqliklar mexanikasi mavzusini o'rganamiz. Dastlab bu mavzuni 3 ta rejaga bo'lib olamiz. Birinchi rejamiz o'sha suyuqliklar mexanikasining asosiy xossalari, ikkinchisi suyuqlik statikasi, uchinchisi suyuqlik dinamikasi. Suyuqlik o'z shakliga ega bo'lmagan, idish shaklini oladigan modda, ular oqish xususiyatiga ega. Suyuqliklarga misollar o'sha suv, neft, benzin, moy, simob. Suyuqliklar mexanikasi suyuqlik gazlar, ya'ni gazlar ham suyuqliklar mexanikasida o'rganiladi, chunki ular ham oqadi. Bu fan fizika, mexanika, gidravlika, aerodinamika, energetika va qurilish sohalarining asosini tashkil qiladi. Suyuqliklar mexanikasi suyuqlik va gazlarning harakati hamda ularga ta'sir qiluvchi kuchlarni o'rganadi. Ya'ni suyuqlikning asosiy fizik xossalari zichlik. Birlik hajmdagi massa, suvning zichligi 1000 kg taqsim metr kub bosim, suyuqlikning sirtiga ta'sir kuchi birligi paskal. Ya'ni qovushqoqlik, suyuqlik qatlamlari orasidagi ichki ishqalanish. Ya'ni bunda ichki ishqalanish o'sha asalda katta bo'ladi, suvda kichik bo'ladi. Keyin Rho teng m taqsim v. Rho zichlik, m massa, v hajm. P teng F taqsim S esa P bosim, F kuch, S yuza. Oqim tezligiga ta'sir qiladi, ya'ni o'sha asalda katta, moy glitserinda o'sha katta hisoblanadi, suv benzinda kichik hisoblanadi. Suyuqlikning asosiy fizik xossalari siqiluvchanlik. Suyuqliklar deyarli siqilmaydi, gazlar esa yaxshi siqiladi. Ya'ni modda suyuqliklar gazlarda ya'ni siqiluvchanlik juda kichik va gazlarda juda katta hisoblanadi. Sirt tarangligi suyuqlik sirtining tortilish xususiyati. Ya'ni bunga misollar suv tomchisining dumaloq bo'lishi, igna suvda suzishi. Asosiy 5 xossa zichlik, bosim, qovushqoqlik, siqiluvchanlik, sirt taranglik. Ya'ni bunda zichligimiz Rho teng m taqsim v, bosim P teng F taqsim S, qovushqoqligimiz va beta teng 0, siqiluvchanlik va sigma sirt tarangligi. Gidrostatik bosim tinch suyuqlik bosimi. Gidrostatika tinch holatdagi suyuqliklarni o'rganadi. Suyuqlik chuqurlashgan sari bosim ortadi, ya'ni P teng Rho ko'paygan J ko'paygan H, ya'ni bu yerda Rho zichlik, J erkin tushish, H chuqurlik. Dengiz tubida suv bosim juda katta. Bu gidrostatik bosim qonunining amaliy misoli hisoblanadi. Ya'ni chuqurlik oshsa bosim oshadi, zichlik oshsa bosim oshadi. Bosim chuqurlikka to'g'ri proporsional. Bir xil suyuqlik bir xil chuqurlikda, bir xil bosimda bo'ladi. Paskal qonunida esa berk idishda berilgan bosim suyuqlikning barcha nuqtalariga bir xil uzatiladi. Ya'ni qo'llanilishi o'sha gidravlik presda, domkrat va avtomobil tormozida. Arximed qonuni suyuqlikka botirilgan jism yuqoriga ko'taruvchi kuchga ega bo'ladi. FA ya'ni Arximed qonuni Rho ko'paygan J ko'paygan V hisoblanadi. Ya'ni uning qo'llanilishi kemalarning suzishi, havo sharlarining ko'tarilishi, suvosti kemalari hisoblanadi. Paskal bosim teng uzatiladi. Paskalda Arximedda ko'taruvchi kuch, ya'ni FA Rho ko'paygan J ko'paygan V hisoblanadi. Tutash idishlar qonuni. Bir xil suyuqlik quyilgan tutash idishlarda sathlar teng bo'ladi. Ya'ni qo'llanilishda suv minoralari, kanalizatsiya tizimi qurilishdagi tizimlar hisoblanadi. Ya'ni gidrostatikaning asosiy qonunlari gidrostatik bosim P teng Rho ko'paygan J H, Paskal qonuni delta P, ya'ni unda o'zgarmas hisoblanadi. Arximed qonunida F Arximedimiz Rho ko'paygan J ko'paygan V ga teng. Tutash idishlarda o'sha hajmlar, ya'ni sathlar tengligini ko'ramiz. Gidrodinamika harakatdagi suyuqliklarni o'rganadi, ya'ni bunda laminar oqim. Qatlamlar aralashmasdan oqadi. Har bir qatlam o'z yo'li bo'ylab harakatlanadi. Ya'ni buning xususiyatlarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, tartibli harakat, tezlik
kichik bo'ladi, ya'ni qovushqoqlik muhim rol o'ynaydi. Turbulent oqim, ya'ni bu tartibsiz gidrobli oqim. Qatlamlar aralashib ketadi. Xususiyatlari: tezlik katta bo'ladi, qarshilik kuchi va energiya sarfi ko'p bo'ladi. Bunga misollar o'sha daryodagi tez oqim turbulent oqim hisoblanadi. Qon tomiridagi oqim laminar oqim. Samolyot atrofidagi havo ham o'sha turbulent hisoblanadi. Uzluksizlik tenglamalari, ya'ni oqim qonuniyatlari. Suyuqlik sarfi o'zgarmaydi. Uzluksizlik tenglamasi bir nechta kesimdan o'tayotgan oqim bir xil bo'ladi. Ya'ni buning umumiy formulasi S1 ko'paygan V1 barobar S2 ko'paygan V2. S kesim yuzasi V tezlik. Kesim kichirayganda tezlik ortadi. Ya'ni bunda uzluksizlik S1 ko'paygan V1 barobar S2 ko'paygan V2. Osborne-Reynolds oqim turini aniqlash uchun ishlatgan. Ya'ni buning formulasi P ko'paygan V ko'paygan D taqsim teta hisoblanadi. Ya'ni bu yerda rho zichlik, V tezlik, D quvur qatlami, teta qovushqoqlik hisoblanadi. Bernoulli tenglamasi P plus PV kvadrat taqsim 2 plus rho GH, ya'ni bunimiz o'zgarmas hisoblanadi. P statik bosim, rho V kvadrat taqsim 2 dinamik bosim, rho GH potensial bosim hisoblanadi. Ya'ni bunda qonunning mazmunini ko'rib o'tadigan bo'lsak, tezlik oshsa bosim kamayadi, bosim oshsa tezlik kamayadi. Bernoulli qonuni zamonaviy aviatsiya, gidravlik va muhandislikning asosiy qonunlaridan biri hisoblanadi. Bu jadvalda o'sha hamma formulalarimiz keltirilgan. Zichlik, bosim, gidrostatik bosim, Arximед kuchi, uzluksizlik tenglamasi, Bernoulli tenglamasi, Reynolds sonlari formulalari keltirib o'tilgan. Suyuqliklar mexanikasi suyuqlik va gazlarning harakati hamda kuchlarini o'rganadi. Ya'ni zichlik rho teng m taqsim v bosim, P teng F taqsim S qovushqoqlik oqim tezligiga ta'sir qiladi. Gidrostatik bosim P teng rho GH chuqurlik va zichlikka bog'liq. Paskal qonuni bosim barcha nuqtalarga bir xil uzatiladi. Arximed qonunimiz esa F Arximedimiz rho G V ga teng bo'ladi. Ya'ni bunda kemalar, havo sharlari, suv osti kemalari qo'llaniladi. Uzluksizlik S1 ko'paygan V1 barobar S2 ko'paygan V2. Kesim kichirayganda tezlik ortadi. Bernoulli tenglamasining umumiy ko'rinishi o'sha P plus rho V kvadrat taqsim 2 plus rho GH'imiz o'zgarmas hisoblanadi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.